Turklarning oshi, ya'ni pilavi shunaqa dona turadi. Buni siri nimada deb o'ylaysiz? Birgalikda tayyorlaymizmi? Qani ketdik. Pilavni nafaqat o'zingiz, bolajonlaringiz ham maza qilib yeydi. Oppa, meni qizim sevib yeydi, sevib. 1 stakan guruch. Buni yaxshilab 3 marta 4 marta yuvib olamiz. Toza suvga yarim soat yuvib qo'yamiz. Yuvib qo'yilgan guruchlarni yana bir necha marta yuvib olib suvdan bo'shatamiz. Sonimizga 1 qoshiq slivochniy maslo yoki sari yog' va ozginagina yog' solamiz. Yog'imiz ko'p qizib ketmasdan mana shunaqa arpa shehriya degan anaqa makaronchiklar bor Turkiyada. Shundan ozgina solamiz, bo'lmasa ham shart emas. Bizlar qovurib olamiz. Makaronchiklarimizga ozgina rang kirganidan keyin ishlarimizni solamiz. Shu yog'ga qovuramiz. Ta'bga ko'ra tuz, yuqori. Mana guruchning suvi yo'qoldi, dona bo'ldi. 2. Suvni tortganicha baland olovda qaynatamiz. Baland. Mana suvini tortdi. Endi buni tagini pasaytiramiz. Qopog'ini yopib damlab qo'yamiz 5 minutga. Mana pilavimiz tayyor. Buni qaranglar, guruchlar bitta ham bir-biriga yopishmagan. Kotletaning retseptini video tagidan topishingiz mumkin.